Xayrli kech. Mana psixoterapevt kanallar Xurshid kuzatuvchilari barcha platforma orqali men sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Mana shu yurib kelishmasida o'ylab kelib men bu platformalar ochish, klinikada ish yuritish, ya'ni klinikada kasallarni davolashda bitta oliy maqsad qo'yib ish boshlaganman. Buni men bir Ford kompaniyasi bor, mashina ishlab chiqaradigan kompaniya. Shu kompaniyani ochishda shuni ochgan birinchi inson men Amerika xalqini arzon mashina bilan ta'minlayman degan maqsadda ochgan ekanligini o'qiganman. Undan keyin kompaniya butun dunyoga yoyilgan kompaniya. Bu hamma joyda ham bor. Bir ish qilishda oliy maqsadni ko'zlash kerak. Men oliy maqsadim butun O'zbekiston xalqini, qolaversa butun dunyo xalqiga sog'lom turmush tarzini o'rgatib, xalqi tibbiy savodxonligini oshirib, avval kasalliklarga chalinmaslik, chalingandan keyin qanaqa undan chiqib ketish yo'l yo'riqlarini o'zim bilgan holda, o'zim o'rgangan holda, butun dunyo meditsinasini qiziqib o'rganganim, psixoterapevtlik 30 yillik tajribalarimdan bilgan holda targ'ib qilish va xalqi kasallanmasligini, 80-90-100 yil kasal bo'lmasdan yashashini ta'minlashga o'z hissamni qo'shish. Buni davlatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ko'p takrorlaydilar. 10 ming qadam yurgan odamni rag'batlantirish to'g'risida xalqimizni sog'lom bo'lishiga olib kelish. Hozirgi biz shunaqa bir davrda yashayapmizki, bizda farm kompaniyalar ko'p, haqiqatdan ham aptekalar soni ko'p, xalqimiz juda ham ko'p dorilarga ishonib qolgan davr. Bu davrdan har qanday davlat, katta ko'pchilik davlatlar o'tgan va bu man keyin ular aptekalar o'rnini fitneslarga alishtirgan. Bizda ham 5 yil o'tadi, 10 yil o'tadi. Bizdan keyingi avlodlarimiz albatta aptekalar o'rnini fitneslarga alishtiradi. Xalq buni tushunib yetadi. Biz buni boshida turib ish boshlayotgan ekanmiz. Buni qiyin ekanligini tushunamiz. Lekin men bitta o'zim mana bittagina Telegramda 1,5 mingta odamga o'rgatayotgan bo'lsam, ko'rayotgan bo'lsam, mana 1,5 mingta, Facebookda bir 3 ming, umuman o'rtacha olganda 10 mingta odam ko'rayotgan bo'lsa, shundan 1000ta odam, boringki 1000ta odam shu yo'lga o'tsa, sog'lom turmush tarziga, u oilasiga o'rgatsa, uni oilasi har kishi kamida 5 ta kishiga o'rgatsa, bu geometrik progressiyada o'sadi va xalqimiz kamida minglagan, millionlagan xalqqa tarqaladi va sog'lom turmush tarziga o'tadi. Odam mana dori-darmonlarga berayotgan pulni bir qismi cho'ntagida qoladi, davlati, farm kompaniyalar olib ketayotgan pulni bir qismi byudjetda qoladi. Prezidentimiz aytganday, xalq boy bo'ladi, sog'lom bo'ladi. Yana bitta savol tushadi platformamizga. Siz ertalabdan kechgacha erta turasiz, ertalabdan kechgacha shuncha energiyani qayerdan olasiz? Men energiyani birinchidan niyatim xolis bo'lganligi uchun Alloh shunaqa energiya berib qo'ygan bo'lsa kerak. Ikkinchidan erta turish uchun mana kechki sayr sizlarga aytganman. Keyin aytdim, energiyani olish uchun 3 ta narsaga rioya qilish kerak. Bu birinchi, kuniga 1 soat, 2 soatlik jismoniy mashq. Ikkinchisi dieta, kamroq ovqat yeyish. Uchinchisi bo'lsa uxlash. Uxlash uchun bo'lsa kechki sayr. Uni oldingi nimalarda ham aytib o'tganmiz. Keyin yana bir narsa, men butun mana shu davlat arboblari, milliarderlar, dunyodagi eng yuksak insonlar, buyuk insonlarning hayotini o'rganganimda bir narsaga e'tibor berganmanki, mana davlat arboblarining ham kunlik, haftalik, oylik, kerak bo'lsa yillik rejalari bor. Unda birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi ishlar va qolgan ishlar taqsimlangan. Sizlar ham sekin-sekinlik bilan mana shu narsaga o'rgansanglar, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Qaysi joyda sog'lom turmush tarzining yurishida bormi, o'zingizni kunlik rejangizni taqsimlashda bormi, qaysida bo'lishdan qat'iy nazar men sizlarga nima berishga, maslahat berishga tayyorman. Mana svetimiz ham o'chdi. Sog' salomat bo'linglar.